2026-yil Umra safariga bormoqchiman. Hikmat Travel'da narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun aynan sizlar uchun bu video bo'ladi. Videomizni o'tkazib bormasdan oxirigacha ko'rib turadigan bo'lsalaring, avgust oyiga va sentyabr oyiga Umra safariga borish narxlari qancha bo'lyapti, to'lov masalalari qanaqa bo'ladi, borishgandan keyin shart-sharoitlari qanaqa bo'ladi degan obunachilarimiz uchun xudo xolasa maxsus video bo'ladi. Videoni boshidan bizga bittadan like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib Abdug'affor akadan ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, biz obunachilar uchun endi aka bir narxlarini tushuntirib berasiz. Reyslar qachonga bor aka, qayerdan bor? Xo'p bo'ladi. Farg'onadan reyslarimiz bor. Reyslarimiz kunlari 29-avgust va 30-avgust kunlari Farg'onadan reyslarimiz bor. Buni narxini $995 qilib beramiz. Xo'p, Toshkentdan reyslarimiz avgust oyiga 24, 25 deyarli har kuni yoki kun ora bor. Aloqaga chiqaveringlar. Toshkentdan avgust oyining oxirigacha qilib beramiz, xudo xolasa. Buni narxini $965 qilib beramiz, xudo xolasa. Zo'r. Xo'p, sentyabr oyida boraman deydigan obunachilarimiz uchun Toshkentdan sentyabr oyiga reyslarimiz kunlari 4-sentyabr, 5-sentyabr, 6, 7, 8, 11, 12-sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Bularning ham narxini $965 qilib beramiz, xudo xolasa. Zo'r. Xo'p, sentyabr oyiga Vodiydan boraman deydigan obunachilarimiz uchun Namangandan reyslarimiz bor. Buni kunlari 3-sentyabr, 10-sentyabr, 17-sentyabr va 24-sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Bularning narxini $995 qilib beramiz, xudo xolasa. O'zlariga qulay bo'lganda ketsa bo'lar ekanda, xolasa Vodiydan, xolasa Toshkentdan, xolasa avgust oyiga, xolasa sentyabr oyiga ketsa mumkin. bo'ladi, xudo xolasa. Zo'r. Endi aka, sizlarda to'lov masalalari qanaqa bo'ladi? Xo'p, to'lovlarimiz xohlasa ofislarimizga kelib to'lov qilsin. Ofislarimiz Namangan, Andijonda bor, Farg'onada bor, Toshkentda bor ofislarimiz, manzillari. Yoki bo'lmasa, mana shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Xo'p, o'zim javob beraman telefon qilsa. Onlayn joylarni bron qilsa ham bo'ladi bemalol. Zo'r, o'zlariga qulay bo'lgandan joylarni bron qilsa bo'lar ekanda. Endi aka, borishgandan keyin sharoitlari qanaqa bo'ladi? Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gastitsalarimiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 3 kilometrgacha gastitsamiz uzoqligi. Qaysi biri bo'sh bo'lsa, o'shga tushadi. Avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Joylashuvlar 4 kishilik, 5 kishilik joylashuvlar bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, gastitsalarimiz Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqinglar va aeroportdan 50 boshlarimiz iloji boricha birga borib, birga kelishadi. Xo'p, firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi va qaytilayotganda 5 litr zamzam suv ham bonus sifatida qo'shib beriladi. Zo'r. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, o'zlaring joylarini bron qilishlaring mumkin. Abdug'affor akaning o'zlarining nomerlarini qo'yib qo'yapmiz. Qanaqadir savollaring bo'ladigan bo'lsa, telefon qilsalaring, xudo xolasa chiroyli qilib javob olishlaring mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.